Sizlar bilan bugun ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Ikkinchi darsimizdagi o'tishimiz kerak bo'lgan narsalarni sizlarga yozib oldim. Hop, birinchisi biz bozorni xayrlov bilan boshlaymiz. Hop, mana bu atamalar bizni o'zimizni o'zbek tilida tevaning tevasi, pastning pasti deb ketsak ham bo'ladi. Lekin bizga bu ilmni olishlikka qulay bo'lishligi uchun men xayrlov qilib qisqa bir nima bilan yozib ketib o'rgatishlikka harakat qilaman. Keyin swing nima, impuls va korreksiya, tashqi bozor, ichki bozor, substruktura, mayna strukturani, bo'z, cho'ch, emboz, tayfremlar o'rganib chiqariladi. Bularni imkon qadar qisqa dars qilishga harakat qilaman. 2-3 ga bo'lib dars qilaman va undan keyin uyga vazifa. Uyga vazifa doim qilish kerak bo'lgan narsalardan bittasi, vazifalardan bittasi. Chunki kishi dars qilar ekan, miyada qolishlikni shartlari bor. Birinchisi eshitishlik, ikkinchisi yozishlik, uchinchisi birovga so'zlab berishlik. Uy vazifa ham mana bularning ichida darsingizni mustahkam bo'lishligini nima qiladi? Ya'ni mustahkam bo'lishiga sabab bo'ladi va xatolaringizni to'g'rilashlikka sabab bo'ladi. Xo'p, uy vazifani qayoqqa tashlayman, qaysi yerga tashlayman deydigan bo'lsanglar, men alohida yuboradigan guruh ochib qo'yganman. Ana shu yerga yuborsanglar bo'ladi va u yerda bir haftada bir marta biz umumiy to'plangan suratlarga qarab turib bir qator nima qilamiz? Stream o'tkazib uy vazifalarini tekshirib chiqamiz. Biz bozorda asosiy 3 ta yo'nalishni aytib o'tdik. Birinchisi yuqoriga ko'tariluvchi trend, ya'ni uptrend deymiz. O'sib boruvchi trend deymiz. Va tushib boruvchi trend pastga qarab ketadi va o'rtadagi range. Siz texnik analiz qilyapsizmi? Bundan boshqa narsa yo'q. Ya'ni bozor yo yuqoriga qarab ketadi, bozor yo pastga qarab tushadi, yo range'da yurgan bo'ladi. Xo'p, ko'tariluvchi bozorni biz qayerlardan bilib olamiz? Ko'tariluvchi bozorlar yuqorilar bir-birini yangilashlikdan bilib olsak bo'ladi. Misol uchun, nima uchun biz xayr dedik? Bu yuqorining yuqorisi degan tushunchani beradi. Ya'ni misol uchun ikkita yuqorini ko'rdingiz va undan keyingi ikkita pastlikni ko'rdingiz va ular bir-birini yangilamaganligini ko'rgan bo'lsangiz, demak bu ko'tariluvchi trend. Ya'ni yuqorilar yangilanib borishligi, pastliklar esa yangilanmasdan ketishligi. Ya'ni e'tibor bersangiz, yuqoriga chiqdik, xayr qildik. Undan keyin xayrlov va xayr. Bozor pastini yangilamagan holatda yuqoriga qarab ketyapti. Hop. Va buni ko'tariluvchi trend deb olsak bo'ladi. Tushuvchida esa ko'rsanglar, pastliklar yangilanyapti. Tevaliklar esa yangilanmasdan ketyapti. Buni esa biz nima qilamiz? Tushuvchi trend deb olamiz. Hop, birinchi bo'lsa, mana bu shaklda bo'ladi. Buni keyingi darslarda nima qilamiz? O'tamiz. Hop. Bitta tevalik, undan keyingi pastlik. Demak, mana bu tevalikni yangilaydigan bo'lsa, demak, ikkinchi tevalikni ko'rdik. Undan keyingi pastlikni ko'rdik. Demak, mana buni yangilaman. Hop, demak, bizda ikkita tevaligimiz va ikkita pastligimiz bor. Tevaliklar bir-birini yangilagan, pastliklar esa yangilamagan. Demak, bu bizda ko'tariluvchi trendda ekanmiz. Tushuvchi ham xuddi shunday bo'ladi, buni teskarisi. Ya'ni pastga qarab bozor yurdi, undan keyin bozor ozgina ko'tarildi va yana ham pastga yurdi. O'zidan avvalgi pastlikdan yangi pastlik hosil qildi. Undan keyin bozorimiz nima qildi? Tevaga qarab yurdi. Va biz ko'rdikki, bitta, ikkita pastlik bor, bir-birini yangilagan va tevaliklarimiz bor, bir-birini yangilamagan.
Demak, biz mana bu holatda tushuvchi trend desak ham bo'ladi. Demak, ko'tariluvchi trendimiz va tushuvchi trendimiz. Bu juda ham oson. Xo'p, endi bizda switchnoy analizlarimizda ko'rganimizda bu narsa juda qiyin bo'ladi. Endi bizda mana bu teoriyalarda hosil bo'luvchi shamlardan iborat bo'ladi. Ya'ni qayriluvchi patternlar bo'ladi switchnoy analizlardan. Biz keyin nima qilamiz? Grafikni ham ko'rishni bilib olamiz. Hozir bu har bir cho'qqinliklarda, ya'ni qirg'oqlarda nimalar joylashgan? Buni biz swing deymiz yoki bozorning cho'qqi nuqtasi, bozorning eng pastki nuqtasi desak ham bo'ladi yoki bozorning qirg'oqlari desak ham bo'ladi. Ya'ni men sizlarga o'zbekcha qilib, oddiy, sodda qilib tushuntirishlikka harakat qilyapman. Hammasi ko'rsangiz inglizcha aytadi, biri ruscha, biri shunaqa. Ya'ni bizga o'zbekka tanish bo'lmagan so'zlarni ishlatishadi. Va shuni evaziga ko'pchilik buni tushunmaydi va biladiki, bu juda ham kuchli ustoz ekan degan narsani tushunish bo'ladi. Yo'q, asli unaqa emas. Biz o'zbek bo'lganimiz uchun biz o'zimizga mos, sodda, oddiy qilib tushuntirishlikka harakat qilaman. Demak, bizda mana bu yerdagi bozorning cho'qqi nuqtalari shamlardan hosil bo'ladi. Ya'ni biz sizlarga bundan avvalgi darslarimizda shamlar haqida o'tdik. Ya'ni shamlarning ochilish nuqtasi, yopilish nuqtasi bu esa bizda ko'tariluvchi sham bo'ladi dedik. Tushuvchi shamimiz esa xuddi shu shaklda bo'ladi, faqat ranglari har xil bo'lishligi mumkin. Ranglarini siz xohlagan rangga qo'yishligingiz mumkin. Muhimi siz ochilish, yopilish nuqtasiga e'tibor berishligingiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda bizda soyalari bor. Bu yerda bizda ochilishi, bu yerda bizda yopilishi, bozorning ochilishi, bu yerda bizda nima yopilishi hisob bo'ladi. Demak, mana bu shamlarni sizlar bilan avval o'tdik. Bu shamlarni soatlari bor. Misol uchun 5 daqiqa, 1 daqiqalik, 15 daqiqalik, 1 soatlik, 1 kunlik, ya'ni o'ziga yarasha nimalar bor? Soatli shamlar bor. Har xil bir soatlarda qilsangiz bo'ladi. Endi siz mana bu o'suvchi trendni qaysi soatda ko'ryapsiz? Ya'ni siz agar buni 1 soatda ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz 1 soatli shamlarda e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni mana bu yerda hosil bo'layotgan 1 soatli shamlarga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak mana bu shamlardan hosil bo'ladi. Xo'p, bizda shamlarning qirg'oqlari, ya'ni trendning qirg'oqlari, ya'ni swinglar nechta shamlardan iborat bo'ladi? Mana bularni sizlar bilan nima qilamiz? Ko'rib chiq. Xo'p, swing asosan swing shamlar 3 talik bo'ladi, 5 talik bo'ladi. 3 talik, 5 talik. Bu esa ya'ni odatiy uchraydigan shamlardan iborat. 2 taligi ham bo'ladi. Buni men hozirlarda grafikda ko'rsatib beraman. Ya'ni biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa 3 talik, 5 talik. Ya'ni mana bu swinglar, ya'ni mana bu shamlar birikmasining eng yuqori qismi va undan keyingi pastliklar. Ya'ni chap tarafida ham, o'ng tarafda ham o'zidan bo'lgan past shamlar hosil bo'lishligi kerak, ya'ni shag'amlar. Demak, mana buni biz nima qilamiz? Mana bu nuqtaga qo'yamiz. Demak, mana bu yerda 3 talik swing hosil bo'pti deymiz. Ya'ni bu 3 talik swing esa mana bu yerga. Hop, pastga esa biz mana bularning 5 taligini qo'ysak, bu yerda xohlasa 3 talik bo'ladi, 2 talik bo'ladi, 5 talik bo'ladi. Ya'ni biz qirg'oqlardagi hosil bo'luvchi swinglarni o'rganyapmiz. Ya'ni 3 talik bo'lib ham burilishligi mumkin, 5 talik bo'lib ham burilishligi mumkin. Ya'ni demak biz mana bu trendiy nimadagi swinglarimiz mana bu nimalardan iborat bo'ladi. Demak, bu shamlar nima uchun 3 talik? Ya'ni buni biz kelajak darslarda buni ichki time frame'larda qanday holatlarda bo'lishligini o'rganib chiqamiz. Ya'ni bundagi albatta bu yerda bir doim bizda o'zgarmas qonun bor dedik. Bozor burilayotgandagi qayriluvchi modellar, switchnoy bo'lsin, patternlar bo'lsin, bular hammasi albatta bo'lmasdan bozor qayrilmaydi. Demak, mana shu yerdan bozor pastga qarab ketyapti. Demak, biz aytgan W, galova, pilchoq bularda hammasi shu yerda hosil bo'ladi.
Kichkina time frameni siz golova плечо ko'rayotgan bo'lsangiz, katta time framda atiga 3 dona yoki 5 donagina siz sham ko'rishligingiz mumkin. Shunda siz bu yerda qayriluvchi model yo'q deyishligingiz xato bo'ladi. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? Kichik time frame'lardagi holat albatta bu yerda hosil bo'ladi. Ikkitalik switchni analiz bo'lsa ham albatta kichik time frame'da yo M bo'lgan bo'ladi, yo golova плечо yo shunga o'xshagan patternlarni hosil qilib turib, bozor nima qiladi? Buriladi. Eslatib o'taman, bozor hamma narsani hisobga oladi. Bu yerda trendiy liniyani buzib turib burilishligi mumkin. Hamma holatdagi patternlarni qilib ham burilishligi mumkin. Illo mana shu yerda o'sha narsani qiladi va bozor o'zini yo'nalishlik kerak bo'lgan yerga keldi va bu yerda ham nima qiladi? Ana shu swinglarni qilib yuqoriga chiqadi. Bu yerda ham swinglarni qilib pastga tushadi. Hop, bu esa tushlik trendda, bu esa ko'tarishlik trendda. Bizda tevadagi xayr-xayimiz va swing hosil bo'ldi. Pastini yangilagandan keyingi bizdagi korreksiyaga keldi va bu yerda xayrlov hosil bo'ldi va esa undan keyingi xayr-xayga qarab ketdi. Demak, bizda bu narsalar tevaga qarab ketuvchi bo'ldi. Shu trendda esa lower low'lar yangilanyapti. Qarang, bizda lower low pastning pasti bo'lyapti. Bu esa pastning tevasi, ya'ni lower high hisoblanyapti. Bularda ham albatta mana shunday swinglardan hosil bo'ladi. Demak, mana bu 3 talikni bu yerga qo'yadigan bo'lsak, demak 3 talik swing hosil bo'ldi. Tevada 5 talik, 5 talik, 3 talik va bizda bu esa tushuvchi trendligini anglatadi ekan. Xo'p, biz birinchi nima uchun grafikdan ko'rsatmayapsiz? Nima uchun faqat chizmada ko'rsatyapsiz deyishligingiz mumkin. Sizlar avval logikasini o'rganib olishinglar kerak. Ya'ni bozordagi bozorning yurish mohiyatini qisman bilib olishinglar kerak. Ya'ni qaysi holatda nima bo'ladi? Shuning uchun bu yerda chalg'itmasdan chizib ko'rsatganim sizlarga juda ham oson bo'ladi. Demak, biz mana bu yerda ko'rib chiqqanimizdek nima bo'ldi? Swing hosil bo'ldi. Bu yerda esa bizda 3 talik swing, bu yerda esa bizda nima? 5 talik xuddi shu shaklda bozorimiz nima qilyapti? Davom etib ketyapti. Agar buni grafikda ko'radigan bo'lsak, misol uchun biz mana bu nuqtadan mana bu nuqtagacha ko'rib turibmiz, nima? Ko'tariluvchi trendimiz nima qilyapti? Davom etyapti. Demak, mana bu holatda ketyapti. Demak, ko'ryapmiz, bizda pastda nima bo'ldi? Eng pastki va bu yerda bizda 3 talik, bu yerda ham 3 talik bo'ldi. Bu yerda mana ko'rib turganingdek range ga kirib qoldi bozor va lekin kichkina time frame da bari swingi bor. Bu yerda bizda 3 talik hosil bo'ldi. Bu yerda nima? 5 talik hosil bo'lyapti. Ya'ni uzun sham va ikki chekkasidagi soyalar. Xuddi shu shaklda bozor nima qilyapti? Ko'tarilib ketyapti. Endi qarang, impuls bu yerda nima? Korreksiyamiz bo'lyapti. Ya'ni tevalik hosil bo'ldi, xayr-xayimiz, undan keyingi xayrlovimiz hosil bo'ldi, xayr-xayimiz, undan keyingi xayrlovimiz hosil bo'ldi. Hop, demak, undan keyingi xayr-xayimiz hosil bo'ldi. Tushuvchi trendda ham ayni shu shaklda davom etadi. Demak, biz bu yerdan bu yergacha tushuvchi trend qiladigan bo'lsak, demak, bizda mana bu yerda 5 talik bo'ldi, bu yerda esa 2 talik, 5 talik va bu yerda esa nima? Yana 5 talik hosil bo'ldi. Demak, bozorimiz mana bu shaklda nima qildi? Tushlikda davom etdi. Ya'ni bu esa bizda tushuvchi trendligini bilib oldik. Xo'p, endi ko'pchilik grafikda adashadi. Misol uchun, hozir biz ko'tarilayotgan trenddamizmi, tushuvchi trenddamizmi? Xo'p, biz endi buni, ya'ni ko'tarilayotgan trendni biz qanday bilamiz? Tabiiyki, ikki tevaliklar hosil bo'lgandan keyin bilamiz. Demak, biz mana bu yerda keldik, ekranni ochdik, bozor qanday bo'lyapti? Demak, bu yerda bizda tushuvchi trendda ekanmiz. Ya'ni bozorimiz nima qilyapti? Ichki time frame'imizda tushuvchi trendda ekanmiz. Demak, pastlik, tevalik, pastlik, tevalik, pastlik qilib ketyapti. Ko'ryapsizlar? Demak, bozor mana bu shaklda tushlikda davom etyapti. Demak, biz tushuvchi trend ekan. Endi nima qilamiz desa, keyingi strategiyalar mana shunga moslashadi. Biz avval bozorni yo'nalishini bilib olishimiz kerak. Ya'ni agarki suv mana bu yerga qarab oqayotgan bo'lsa, siz suvga qarshi suza olmaysiz. Siz 1 metr suzishligingiz mumkin yoki 2 metr suzishingiz mumkin va bari sizni bozor nima qiladi? Oqizib ketadi. Endi siz suv bilan barobarda suzib ketadigan bo'lsangiz, ya'ni siz arzimagan strategiyalaringiz ham bu yerda ishlab ketadi. Hattoki suzishni bilmasa ham bozor sizni nima qiladi? Oqizib ketadi. Demak, biz bozorni oqimini qayoqqa ekanligini topib olishligimiz kerak.
Demak, agar bozorimiz tevaga qarab oqyaptimi, biz mana bu yerda bildik tevaga qarab oqyapti. Endi bizda nima korreksiyamizda bozor arzonlagan yerlarda va switchnoy analizlarda yoki nima swinglar hosil bo'lgandan keyin qo'shilib olamiz va bozor bizni nima qiladi, o'zi bilan olib ketadi. Mana bu yerda ham masalan bozorda bitta ko'rdik, ikkita ko'rdik, demak ikkita pastligimiz bor. Undan keyingi pastlikda biz nima qildik? Arzonlagan yerida va switchnoy analizimizda mana bu yerda struktura burilinganidan kirib oldik. Va bozor o'z-o'zidan nima qildi? Pastga ketib bordi va mana bu yerlargacha nima qiladi? Bozorimiz keladi. Ya'ni mana bunday qilib biz nima qilamiz? Umumiy bozorni yo'nalishini ko'rib olamiz. Bu yerda men sizlarga alohida grafikdan skrinshot qilib ko'rsatib qo'yishlik uchun qo'yib beryapman. Ya'ni swinglar mana bu holatlarda hosil bo'ladi. Ya'ni bir ikkita holat, ya'ni shamlarimizni tushishi, bu esa pastki holatda, ya'ni low-low'larda uchraydigan swinglarimiz. Bu esa bizda 5 talik hosil bo'ladigan swingimiz. Bu endi pastga qarab ketayotgan, ya'ni low-low'larda yoki higher low'larda hosil bo'ladi. Bu esa yuqorilarda, ya'ni higher high'da yoki lower high'larda hosil bo'ladigan ko'rinishlari. Xo'p, mana bu yerda esa swingdan swinggacha yurish, ya'ni yuqoriga qarab harakatlanayotgan, bu esa bizda nima? Ko'tariluvchi trendimiz. Ya'ni impuls korreksiya deb turib aytib o'tib ketilgan. Buni esa keyingi darslarimizda impuls korreksiyani ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, swinglar bizda mana bu yerda mana bu ko'rinishlarda nima bo'lar ekan? Hosil bo'lar ekan akalar. Xo'p, tushish trendida esa faqat bizda impulsimiz nima qiladi? Pastga qarab ketar ekan. Endi har bir odam uy vazifa qilsin. Uy vazifada bugungi o'tilgan darslarni grafikda topishlikka harakat qilsin. Misol uchun swinglar haqida gaplashdik. Demak, bizda yuqorida kelgan swinglarni topamiz. Ya'ni sizlar avvaliga oson ko'rinishdagi swinglarni topishlikka harakat qilinglar. Misol uchun bu yerda mana bu yerda oson ko'rinishlar hosil bo'ldi. Chunki mana bu ko'rinishlar sizni chalg'itishligi mumkin, mana bu ko'rinishlar. Chunki sizda bu haqida hali ilm yo'q. Siz shunchaki hozir sizga ko'rinib turgan osongina bo'lgan swinglarni topasiz va siz buni nima qilasiz? Belgilab olasiz. Mana bu yerda swingimiz, mana bu swing va mana bu swing va ko'tarilayotgan trendimiz. Demak, biz buni higher high deb yozib olamiz. Bu yerga ham higher high deb yozib olamiz. Bu yer esa bizda higher low. Demak, bu ikkita tevalik, pastliklar yangilanmadi. Demak, bu nima? Bizda ko'tariluvchi trend deb mana bu shaklni suratga olib tashlasangiz bo'ladi. Tushishlikdagi holatda ham xuddi shuni teskarisi ko'rinadi. Misol uchun mana bu yerdan nima qildik? Bozor teva pastlik bo'ldi. Demak, biz tushuvchi trendda ekanmiz deymizda. Mana bu yerdan lower low yozamiz, lower high yozamiz, lower low yozamiz va bu bizda tushuvchi trend deb turib, mana buni skrinshot qilib gruppaga tashlasak bo'ladi. Ya'ni sizlar hozir mana bu yerdagi swinglarni o'rganib chiqishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni swing siz ko'rdingiz, mana buni va buni bu tarafda ham shamlarimiz yo'q. Demak, bizda bu nima? Umumiy swing hisoblanadi. Ya'ni fraktal nuqta ham deyishadi. Ya'ni siz buni tushunib olsangiz bo'ldi. Ya'ni uy vazifani shu holatda qilinglar.